Toshloq tumanidagi Furqat mahallasi aholisi tomonidan saylangan fuqarolar vakillari ham tumandagi 2-umumiy o'rta ta'lim maktabida jam bo'lishdi. 3456 nafar aholi istiqomat qilayotgan mahallada 2347 nafar saylov yoshidagi fuqarolar bor. Mahalla raisi saylovida esa ularning 12%, ya'ni 287 nafar vakillar qatnashdilar. Oldingi saylovlarga qaraganda bu yilgi saylovimiz o'zgacha, boshqacha. Oldingi saylovlarimizda mahalla raislari 3 yilga saylangan. Bu yilgi mana saylovlarimiz 5 yilga. Davlatimizni, yurtboshimizni sa'y harakatlari, mahallaga bo'lgan e'tiborlari mana yaqqol bilinib turibdi. Mana biz hozir hamma o'sha saylanadiganlar bilan uchrashib, ularni saylov dasturlari bilan tanishdik. Toshloqliklar o'zi istiqomat qilayotgan mahalla taqdiriga befarq emas. Buni ushbu muhim ijtimoiy-siyosiy jarayonda ham ko'rish mumkin. Saylov jarayonida vakillar ertaga mahallaning chinakam egasi bo'la oladigan, inson qadri ustuvor islohotlarni o'z egalariga to'g'ri va to'liq yetkazishda tashabbuskor. Bir so'z bilan aytganda, mahalla raisligiga munosib nomzodga ovoz berdilar. Belgilangan me'yorlarga mos, demokratik tamoyillar asosida o'tgan saylovda nomzodlar tomonidan to'plangan ovozlar sanoq komissiyasi tomonidan hammaning ishtirokida hisoblandi va vakillarning tanlovi asosida mahallaga rais saylandi. Saylovda mahallamiz fuqarolari menga ishonch bildirishdi. Menga uchun katta sharaf va katta mas'uliyat yuklanadi. Endi bundan buyog'iga mahallamiz ravnaqi uchun bor bilim va tajribamni ishga solib, xalqqa xizmat qilaman. Farg'ona viloyatidagi 1062 mahalla fuqarolar yig'inlarida mahalla raisi saylovlari davom etmoqda.